Assalomu alaykum azizlar. Bugun e'tiboringizga premium qatlamga kiradigan 4 sotixdan ikkita 8 sotixga qurilgan xonadonni taqdim etmoqchimiz. Ushbu xonadonimiz poytaxtimizning juda ham qulay lokatsiyasida joylashgan. Gapimga amin bo'lib aytishim mumkinki, bunaqa premium klassdagi noyob xonadon kamdan kam uchraydi. Demak, qulayroq joylashib olishingizni maslahat beraman, chunki sizlarga hozir maroqli vaqt o'tkazishni biz va'da beramiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Bismillah. Kirish qismidan boshlaymiz. Uy 10 tomonda mashina kirish uchun maxsus joy qilingan va bitta kalitkasi bor. Fasadimizga e'tibor bersak, polni keramogranit bilan qoplangan. Bu esa juda ham noyob va har doim uchramaydigan dekorlardan biri. Kalitkamiz 100% mustahkam temirdan yasalgan. Xonadonimizga kirishdan avval aytib o'tishimiz kerakki, fasadimiz 15 metrga, ichkariga 25 metr tashkil qiladi. Endi sizlar bilan birgalikda xonadonning ichiga kiramiz. Hovliga kirishimiz bilan chap tarafda birinchi bo'lib ko'zga tashlanadigan narsa bu fontan. Uni hajmi 11,5 ga 2,5 metrni tashkil etadi. Fontan atrofi keramogranit, ichi esa mayolikadan iborat. Uni ayniqsa kechqurun tomosha qilsanglar, juda ham chiroyli atmosferaga guvoh bo'lasizlar. Shuningdek, hovlining yana chap tarafida yozgi terrasa qurilgan. Unda bahorda ham, kuzda ham bemalol foydalansa bo'ladi, chunki terrasa yomg'indan to'liq himoyalangan. Eng muhim taraflardan bittasi bu xonadonimiz umli dom sistemasida qurilgan. Bundan tashqari, hovlining yo'laklari to'pli pol qilingan. Bu juda ham ajoyib qulaylik. Uyga kiraverish ikki tomonimizda zeleniy zona bo'lib, buni ham landshaft dizayni nozik did bilan tanlangan. Kelinglar xonadonning ichiga kiramiz. Uyga kirishimiz bilan bizani prixo'ja kutib oladi. Chap tarafimizga ajoyib prixo'ja shkop qilingan, o'ng tarafimizda esa oshxona. Prixo'ja orqali koridorga kirganimizda to'g'rida gostivoy zal, o'ng tomonda родительский spalni, chap tarafimizda esa 25 kvadrat metrlik katta hol bor. Xonadonimiz shift balandligi 360. Ushbu holimiz art deco dizaynda ishlangan. Mebellari privoznoy, chet eldan maxsus xonadon uchun keltirilgan. 65 tali Samsung televizor, konditsioner Hoffman o'rnatilgan. Holimiz juda ham raskoshni. Endi sizlar bilan oshxonani ko'rib chiqamiz. Oshxonaga kirganimizda bizani eksklyuzivni faqatgina shu xonadon uchun ishlangan mebellarni ko'rishimiz mumkin. Juda ham chiroyli va hashamatli ko'rinishda. Buni ajoyib tomondan bittasi G-образный qilib modern uslubida ishlangan. Ahamiyat bersak, kirganimizda o'ng qo'lda xolodilnik, duxovka, mikrovolnovka, idish yuvish mashinasi va gaz plita vichishga o'rnatilgan. Bularning hammasi Bosch kompaniyasiga tegishli. 55 tali televizor podstavkasi bilan qo'yilgan. Stol-stulimiz 6 kishiga mo'ljallangan. Orqa tarafga e'tibor beradigan bo'lsa, uy bekalarimizga qulay bo'lishi uchun ostrov qo'yilgan. Rakvinaga ahamiyat beradigan bo'lsa, hozirgi kunda TikTokda juda mashhur funksionalga ega bo'lgan rakvina. Bunda hatto filtrli suv ham tushib beradi. Oshxona prosta klass. Endi sizlar bilan birgalikda zalga kiramiz. Zalga kirishimiz bilan 12 kishiga mo'ljallangan stol-stulni ko'ramiz. Uni tagiga Fendi brendiga tegishli gilam solingan. Zalni o'ng tomonida katta bagati oynali konsolni ko'ramiz. Zalimiz ikkita zonaga bo'lingan. Bittasi 12 kishiga mo'ljallangan bo'lsa, ikkinchisi mehki zona, 10 kishiga bemalol dam olib o'tirsa bo'ladi. Dam olish zonasida chet eldan keltirilgan ikkita divan, ikkita kreslo va o'rtasida ko'rib turganingizdek jurnalli stol. U o'ziga xos dekor sifatida xizmat qiladi va zalga o'zgacha chiroy berib turibdi. Jurnalli stollik ro'parasida Samsung 65 tali televizor qo'yilgan. Azizlar, shuni eslatib o'tishim kerakki, xonadonimiz освещение, konditsioner, TV va boshqa jihozlar Alisa голосовой tizimi orqali boshqariladi. Albatta, bu juda ham qulay komfort. O'rtoqli, patologiya ahamiyat beringlar. Zerkalniy, bu esa juda ham необычный богатый vid berib turibdi. Shu o'rinda aytib o'tishimiz kerakki, uyimiz juda ham noyob va har doim uchramaydigan aksessuarlar bilan jihozlangan. Xonadonimiz 700 kvadrat metrni tashkil qiladi va eng qiziqarli joyi shundaki, uyning har bir santimetri unumli foydalanilgan, ya'ni har bir elementi o'z o'rniga tushgan. Endi sizlar bilan birinchi qavatdagi родительский spalnini ko'zdan kechiramiz. Spalniga kirganimizda kichkina koridorga uchraymiz. O'ng qo'l tarafda spalni garniturani tryumos qo'yilgan. To'g'rida sanuzel. Sanuzelga kirganimizda 3 metrli rakvinasi bor. O'zini smestitel va unitazlari sensor orqali ishlaydi. Oxirgi navorotdagi dushuvi kabina qilingan. Garniturani ustidagi 3 metrli oynasi xonani juda ham keng qilib turibdi. Sanuzeldan chiqishimiz bilan o'ng qo'lda родительский spalni. Birinchi ko'zga tashlanadigan narsa bu chet eldan keltirilgan spalni garniturasini ko'ramiz.
Bu zonamiz 20 kvadrat metrni tashkil qiladi. Xonani interyeri juda ham noyob dekorlar bilan ishlangan. Kravat ro'parasida garderobni shkaf va o'rtasida 55 talik televizor. Kravatning ikkita chetida svetsilnik va kreslo qo'yilgan. Kartinalarga bitta ahamiyat beramiz. Vobshe nimadir deyishga til ojiz. Juda chiroyli. O'rtoqlar, shetda bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Bu uy qurayotganimizda qanchalik qimmat va noyob narsalar qo'yilganligini isboti pastelga bitta ahamiyat beringlar. Lacoste brendiga tegishli. Prixojiy va koridorga kirganimizda oyoq tagiga solingan gilamlarga qaraydigan bo'lsa, Louis Vuitton brendiga tegishli. Ya'ni aytmoqchimanki, bu xonadonda oddiy narsani ko'rmaysizlar. Endi sizlar bilan ikkinchi qavatni ko'rib chiqamiz. O'rtoqlar, tepaga chiqish zinasiga bitta ahamiyat beringlar. O'ng va chap tomondagi devorlarga qilingan dekor. Seri oyna, jigarrang akril va qora granit. Bu dizaynni 100% avtorskiy desam adashmagan bo'laman. Ikkinchi qavatga chiqqanimizda katta holni ko'ramiz. Holimizda juda ham chiroyli konsol va konditsioner xofma o'rnatilgan. Azizlar, shift dizayniga bitta e'tiborimizni qarataylik. 2,5 metrli lustra, zerkalli patolog prosta shedevr. U bu narsa deyishga til ojiz. Bu etajimizdagi xonalar bilan tanishib o'tsak, asosiy spalni, gostivoy spalni, qizlar spalnisi va o'g'il bolalar spalnisi. Hozir sizlar bilan qizlar spalnisiga kirib chiqamiz. Ushbu spalniga kirganimizda birinchi ko'zga tashlanadigan narsa detskiy spalni garniturasi va ikkita qizlar uchun moslangan rabochiy zonasi. Kravatlari chet eldan keltirilgan. Noshkalariga va balandligiga ahamiyat beramiz. Juda ham qulay. Eniga 1 metr emas, 1,20. Bo'yiga 1,80 emas, 2 metr. Lustra va galagenlar o'ziga mos tushgan. Pardalarga ahamiyat beradigan bo'lsa, jaluzi simon qilingan. Juda ham ajoyib ko'rinishda. Sanuzilga kiradigan bo'lsa, bu qizlar uchun qilinganligi shundoq bilinib turibdi. Katta oyna, qip-qizil sensorli rakvina, unitaz hamda oxirgi pokoleniya dushuvoy kabinasi bor. Azizlar, o'g'il bolalar spalnisi. Spalniga kirishimiz bilan eshik tepasi va ikkita biqiniga shkop qilingan. Ularning to'g'risida kravat turibdi. Shkoplar temniy ko'k rangga yasalgan va tilla bilan urg'u berilgan. Bir-biriga juda ham mos tushgan. Kravatning orqasida o'zini ikkita rabochiy zonasi bor. Ikki tomonga qaragan. Ya'ni dars o'tgan paytda bolalarni hech nima chalg'itmaydi. Ana endi sanuzilni ko'zdan kechirib chiqamiz. Fursatdan foydalanib aytib o'tishim kerakki, uydagi barcha santexnika, rakvina, unitazlar shu xonadon uchun привозной chet eldan keltirilgan. Kirishimiz bilan katta sanuzil garniturasini ko'ramiz. Rakvinaning ustidagi smestitel, unitaz, salfetnitsa, mыльница hammasi sensorli. Ro'parasida dushuvoy kabina. Dushuvoyga ahamiyat beradigan bo'lsa, juda ham stilni ishlangan. Endi sizlar bilan gostivoy spalnini ko'rib chiqamiz. Spalniga kirganimizda kichkina koridorga kiramiz. O'ng qo'l tarafda spalni garnituraning turmoz qo'yilgan. To'g'risida sanuzilga kirganimizda sanuzil garniturasini ko'ramiz va smestitel unitaz sensor tizimida ishlaydi. Undan chiqib o'ng qo'l spalniga kirganimizda chet eldan keltirilgan elegantni spalni garniturasini ko'rishimiz mumkin. Konditsioner Hoffman, 55 talik Samsung televizor qo'yilgan. Xonamiz prosta eksklyuziv. O'rtoqlar, biz kutgan eng asosiy master bedroom spalnisiga yetib keldi. Bu spalni 30 kvadrat metrdan iborat. Bundan tashqari spalnida 10 kvadrat metrlik garderob va uni chap tarafida garderobning shkopi bor. Shkopning ro'parasida trimo joylashtirilgan. Uni qulayligi shundaki, o'zini kreslosiga ham ega. Mebellar привозной chet eldan olib kelingan. Juda ham elitni dizaynda tanlangan. Shiftga o'rnatilgan zerkalli patolog va lustra juda mos tushgan. 55 talik televizor, konditsioner Hoffman qo'yilgan. Endi pastdagi dekorlarga e'tibor beradigan bo'lsa, gilamlari juda ham did bilan tanlangan. Shunda spalniga umumiy hisobda 50 kvadrat metr ajratilgan. Lishniy joyi o'zi yo'q. Sanuzilga kirsa, bu yoqda ham santexnikali sensor tizimida ishlaydi. Katta dushuvoy kabina, udobstvolari juda keng. Chunki sanuzilni o'zi 10 kvadrat metrdan ortiq. Minus birinchi qavatga tushayotganda eng yoqqan tarafi
Zina plashatkasida общий sanuzel eshigiga duch kelamiz. Juda ham skromniy dizaynda ishlangan. Podvolga tushganimizda birinchi navbatda ko'zimizga konsol tushadi. Shu joyga rosa mos tushgan, did bilan tanlanganligi bilinib turibdi. Bu yoqda katta holni ko'rishimiz mumkin. Bu holni dam olish zonasi qilib ishlatsa ham bo'ladi. Lekin buni funksiyasi har bitta kerakli xonaga yo'naltirish. Masalan, biz o'ng qo'lga kirganimizda spa zonasiga duch kelamiz. Ko'zimizga kojinli divan kreslo, o'rtasida katta stiklanniy stol va uni ro'parasida 65 tali televizor. Pat TV dekori bilan zeleniy zona qilib ishlanganligini ko'ramiz. Juda ham maroqli dam olib o'tiradigan joy va uni yon tomoniga qaraydigan bo'lsa, o'ngga 4,5 basseyn stilli dizaynda ishlangan. O'zini sanuzeli va saunasi bor. Spa zonasidan chiqib to'g'riga yursa, har bir insonda alohida qiziqish uyg'otadigan sport zaliga kirishimiz mumkin. Sport sevuvchilar uchun juda ham shinam qulay qilib qilingan. O'rtoqli sport zali ichiga kirganda chap tarafda polka sifatida ishlatilgan Pat TV hamda 65 tali televizor qo'yilgan. Har bitta trenajyori ro'parasida katta butun devorga o'rnatilgan oynani ko'ramiz. Begovoy doroshka, 2 xil velosiped trenajyorlari, bularni barchasini o'zingiz ko'rib turibsiz. Azizlar, ana endi sizlar bilan mana bu zina tegidagi joyni ko'rib o'tamiz. Bu yerda saunadan foydalanish uchun sochuvlar, kiyim-kechaklar ilib qo'yishga mo'ljallangan shkaflar joylashtirilgan. O'ng qo'liga burilganimizda esa koridor bor. Bu koridor bizani orqa ko'chaga olib chiqadi. Shu joyda aytib o'tishim kerakki, xonadonimizdagi oldi va orqa ko'chalaridan kirib chiqsa bo'ladi. Orqa ko'chaga chiqish eshigi oldida o'ng qo'lda uyning yuragi bo'lgan, ya'ni kotelniga kiramiz. Kotellarimiz italyanskiy sifatli xizmat qilishga kafolatlangan. Har bir sistema yuvelir holatida o'rnatilganligi ko'rinib turibdi. O'rtoqlar, mana sizlar bilan birgalikda uyga eng ключевой joyga yetib keldik. Ushbu shedevr xonadonimizdan sotib olgan odam o'zini dam olish, o'zini fikrlash va o'zini rivojlantirish zonasiga ham ega bo'lishi kerak. Ana shundan kelib chiqib, alohida kabinet qilib ketilgan. Kabinetga kirgan zahoti London atmosferasini his qilamiz. Hamma narsa jigarrang, skromniy uslubda qilingan. Kreslolarga ahamiyat bersa, Apple kompyuteri, Hoffman konditsioneri, Samsung televizori, xullas vafshe go'zal. Umuman olganda tafakkur qilib bitta kitob o'qib o'tiradigan joy. Hech kim bezovta qilmaydi. Bu yoqda ham dam olib, ikki kishini kutib olib, gaplashib, masalalarni hal qilib, kuzatib qo'ysa bo'ladi. Yana xonani dizayniga e'tibor beradigan bo'lsa, orqa taraf vitraji va patologi avalniy uslubda ishlangan. Gap yo'q. Mana azizlar, sizlar bilan birgalikda premium klassdagi eksklyuzivniy aqlli xonadonni obzorini qilib berdik. Agar qiziqqanlar bo'lsa, pastda qoldirgan raqamlarga bemalol bog'lanib, to'liq ma'lumotga ega bo'lsangiz bo'ladi. Uy yoqqan bo'lsa, uni yonida yana bitta xuddi shunaqa hovli bitirish arafasida turibdi. Marhamat, kelib ko'rishingiz mumkin.